3 xonaga 1,5 sotuv, bir kichkinagina o'zimga bir 4 ta xona qurib olaman deganlarga zo'r variant chiqqan. Hozir joyini tushuntiraman. 3 qahramon postini bilasizlar. 3 qahramon postgacha mana masjidgacha 6 kilometr. Shundoq yoshli shodli to'yxonadan shunday bir 200 metr o'tasizlar. Shu yerda faqat 30 metrlik proxodli 1,5 sotuv yer chiqqan. Kadastr hujjatlari tayyor, hozir ichlarini ko'rsataman. Mana 30 metr proxod kirib kelamiz. Mana devor, masjiddan xullas bundoq hisoblaganda bir 11,5 plus minus bo'lyapti. Bu yog'i bundoq ketgan. Faqat Ma'mudning bir 6 metrlik uy kadastrga kirgan. Shu etagi mana hozir rasmini qo'yib ketaman, ko'rasizlar. Bunda 6 metr, keyin ozgina kirgan chiqqanroq bo'lib turadi. Xullas shu joy qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, suv, gaz, svet hammasi yaxshi bu yerda. Maktab, bog'cha, yo'l bir qadam. Chernivka Damaslar g'iz-g'iz Yunusobodga har 2 minut 3 minutda kelaveradi. Xullas narxini 14 ming so'rashyapti. Yana ozgina kelishtirishadi. Qiziq bo'lsa kelib ko'rsanglar, hujjatlarni mana yigitlarni o'zi tushuntirib, hammasini qarab berishadi. Tamom.